sağlam tefekkür, to'g'ri qaror va to'g'ri harakatning asosidir. Agar bizning ruhimiz sağlam bo'lmasa, tefekkürimiz sağlam bo'lmaydi. Agar biz sağlam tefekkür qila olmasak, u chaqda biz to'g'ri qaror chiqara olmaymiz. Natijada da'vo sağlam taraqqiy qilmaydi. Bu programmada da'voga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosli psixikalik masalalardan psixikalik monopollik ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Psixikalik monopollik va uning usullari. Psixikalik monopollik qilish deganda ma'lum insonning o'zi orzu qilgan nishon yoki maqsadga yetish uchun boshqalarga tadrijiy ta'sir ko'rsatib, ularni ta'sirlantirish, jalb qilish, qiziqtirish, qo'zg'atish orqali ularni qo'llanib, ulardan foydalanib, ularni o'z uchun xizmat qildirish ko'zda tutiladi. Psixikalik monopollikning turlari. Birinchi, ijtimoiy psixika monopollik. Ikkinchi, qiz-o'g'illik munosabatdagi psixika monopolligi. Uchinchi, xususiy munosabatdagi psixika monopolligi. To'rtinchi, siyosiy psixika monopolligi. Beshinchi, kollektiv psixika monopolligi. Oltinchi, urush psixika monopolligi. Yettinchi, savdo va tijorat psixika monopolligi. Siyosiy psixikalik monopollik qilish usullari. Birinchi, suiqasd nazariyalari orqali xatar va vahima yaratadi, qo'rqinish paydo qiladi. Ikkinchi, hozirgi tirishchanliklarni ahamiyatsiz deb, ularni inkor qiladi. Uchinchi, o'zining mo'yimligini va yoki o'ziga ishonsa yuz berish ehtimoli bo'lgan xatar va baloyi ofatlardan saq qiladiganligini, ko'zlagan maqsadiga yetadiganligini ta'kidlaydi. To'rtinchi, yolg'on hikoya to'qib chiqadi, o'zini maqtaydi, yolg'on va'dalarni berdi. Meni yuyish bilan psixikalik monopollikning farqi. Meni yuyish boshqalarga ma'lum ideologiyani qabul qildirib, ularning ideyasi va qilmishini kontrol qilish maqsad qilinadi. Kimligini vayron qilishdan boshlaydi. Tarbiya va tashviqot asos qilinadi. Zarur bo'lganda har qanday vositalarni qo'llanadi. Qarshi tarafni aldaydi, majbur qiladi, zo'ravonlik ishlatadi. Psixikalik monopollik boshqalarga tadrijiy ta'sir ko'rsatib, boshqalarni o'z manfaatiga yetish uchun xizmat qildirdi. Suiqasd nazariyasidan foydalanadi. Boshqalarning ojizligi va ehtiyojidan foydalanib, boshqalarga quruq va'da berdi. Yolg'onchilik va aldamchilik qiladi. Ammo zo'ravonlik ishlatmaydi, majburlamaydi, zo'rlamaydi. Psixikalik monopollikning oqibati. Boshqalarning psixikalik monopollik qilishiga duch kelganlarning hammasining boshqalarning o'yiniga kelishi notayin. Ammo ba'zi oqko'ngil, nodon va sodda kishilar boshqalar tarafidan monopol qilinishi va tövandagi oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Birinchi, yomon niyatli kishilar tarafidan qo'llanilib, jinoyatga sherik bo'lishi mumkin. Ikkinchi, o'zi umid qilmagan xatoliklarni o'tkazib, bir umr pushaymon qilishi mumkin. Uchinchi, o'zi sezmagan holda boshqalarga, hatto o'z yaqinlariga xiyonat qilishi mumkin. To'rtinchi, to'g'ri insonlarga zarar berib, to'g'ri insonlarni ayblab, xato insonlarni qo'llab, ularning g'alaba qilishiga yordam berishi mumkin. Beshinchi, da'voga ig'ir ziyon yetkazishi mumkin. Qoyil qilish va uning usullari. Qoyil qilish deganda kishilarni ma'lum ishni qilishga yoki ishonishga undaydigan harakat bo'lib, bu odatda to'g'ri niyatni maqsad qilgan pozitiv tirishchanlik bo'lib, tövandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, ishonch turg'izish. Boshqalarning ishonchisini qadrlash va taraqqiy qildirish. Ikkinchi, so'z harakatlarda boshqalarga hurmat qilishga alohida e'tibor berish. Uchinchi, nutq so'zlaganda, tashviqot ilib borganda paketni asos qilish. Qarshi tarafni aldamaslik, reallikni ko'ptirmaslik, haqiqatni yoshirmaslik. To'rtinchi, ko'pchilik bilan do'stona aloqa qurish,
ularni tushunishga tirishish. 5. Samimiy bo'lish va izchillikqa ahamiyat berish. Psixikalik monopollik bilan qoyil qilishning farqi. Qoyil qilish boshqalarni o'zi yoki kollektivning foydasi uchun ma'lum ishni qilishga yoki ishonishga undaydigan harakat. Muddasi oliyjanob va ijobiy. Kontrol qilish uchun razillik va axloqsizlik bo'lmaydi. Shaxslarda tanlash huquqi bo'ladi. Fakt asos qilinadi. Yolg'onchilik, zo'rlash va majburlash bo'lmaydi. Psixikalik monopollik adolatsiz va hiylagar usullar bilan boshqalarni qo'llanish, boshqalardan foydalanish va ularni kontrol qilish uchun bo'ladigan harakat. Muddasi razil va axloqsiz, suiqasd nazariyasidan foydalanadi. Boshqalarning ojizligi va ehtiyojidan foydalanib, boshqalarga quruq va'da berdi. Yolg'onchilik va aldamchilik qiladi. Qoyil qilishning natijasi va oqibati. Gerçi qoyil qilish insonlarga ta'sir ko'rsatishda eng sog'lom, eng adil usul bo'lsa-mu, ammo ba'zida uning unumi uncha yuqori emas. Birinchi, insonlarning ideyasi, qiziqishi va qimmat qarashi farqli bo'lgani uchun ularni qoyil qilish va ishontirish uncha oson emas. Ikkinchi, insonlarning nimani to'g'ri deyishi va nimaga ishonishi faktga bog'liq emas, balki shaxsning tanlashiga bog'liq bo'lgani uchun ularni qoyil qilish uncha oson emas. Uchinchi, insonlar orasidagi nodonlik va jaholat tufaylidan ularga to'g'rini tushuntirish orqali ularni qoyil qilish uncha oson bo'lmasligi mumkin. Biz maqsadga yetish uchun yanada qoyil qilish yo'lini tanlab, oldi bilan mavjud masalalarni, ularning sabablari va oqibatini tunib yetishimiz kerak. Umumiy xalqni yetaklash va ularning universal safosini yuqori ko'tarishga tirishchanlik ko'rsatishimiz lozim.